Farhod. Dada. To'xtang. Shoshmang. Dada. Dada. Farhod. Jonim bolam, meni unutib qo'ydingmi? Yo'q, dada. Unutganim yo'q. Sen dunyoga kelganingda bizni davomchimiz bor deb ichimizga sig'maganmiz. Toliqibsan-a bolam? Bu ahvolga qanday tushding? Adashib qoldim. Hayot menga qarshi chiqdi. Hech kim meni tushunmadi. Odamlar, so'zlar. Charchadim dada. Charchadim. Yo'q. Sen kimligingni unutma. Qalbingga, aqlingga nazar sol. Sening niyat maqsadlaring shumidi bolam? Senga berilgan iqtidor qayerda qoldi? Men bilgan o'sha xushchaqchaq maqsadlari sari intiluvchi Farhod qayerda? U Farhod endi yo'q. To'g'ri yashayman degan Farhodni gazandalar o'z domiga tortib, malomat toshlarni otib, vijdonini timtalab tashlashdi. Esingda tut bolam. Insonni yengish uchun uni o'ldirish shart emas. Unga faqat xorlikni taklif etishgina kifoya. Sen bunga rozilik berma Farhod. Hayot seni sindirganini ko'ryapman bolam. Unutma. Xorlik bu tanlov. Bu hayotda albatta o'z o'rnini topmog'ing shart. Kimligingni unutma. Sen mening zurriyodimsan. Sen Hazrati insonsan. Bu dunyo xorlarni emas, hurlarning yuragini eslab qoladi. Tur o'rningdan bolam. Dada. Farhod. Dada. Uyg'on bolam. Yo'q. Dada. Ket. Farhod. Dada. Uyg'on. To'xtang.